O'g'limni 2 yildan boza befarzandlik qiynab keladi. Shahbozjon Yusufni klinikalariga bordi. İnternet orqali topgan edi o'g'lim. Bordik. O'g'lim 2 tomonlama varikotin operatsiyasi. Kelinim palib bo'yicha operatsiya bo'lib keldi. 14-mayga bordik. Mart, aprel, may 3 oyda ichiga Allohga shukrki, Xudoyim taolo farzand berdi kelinimga. Palib bo'yicha, keyin 2 tomonlama varikotin bo'yicha Shahbozjon operatsiya qildilar. Quvonchim cheksiz. Homila deb aniqladi. Kecha doktorga aytsam o'zimizga 5 haftalik dedi. Shu xursandchiligimni bo'lishni xohladim sizlar bilan. Kattadan katta rahmat Shahbozjonga.